Srochniy o'ziga kerak bo'lib qolsa, bemalol kelaverasizlar. Marmon opam soat 10 gacha ishda bo'ladilar. Xo'p, shunaqa qilib, endi sabablarni aytmayman, video cho'zilib ketadi. Nimadir million xil sabab bilan tug'ishinglar kechikib ketayotgan bo'lsa, 39, 40 bo'ldinglar, lekin shu dardinglar kelmayotgan bo'lsa, shekillarni o'zingizda baqvat deyotgan yoki mahkam, uzun deyotgan bo'lsa, har xil. Avvalgi farzandinglarni ham shunaqa kech 40-41 haftada tuqqan bo'lsanglar, yana cho'zilib ketdi. Xullas, shunaqa sabab bilan bo'lmay qolsa, qaranglar, shekani yetiltirib borish kerak 37 haftadan keyin. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz fitbol sotib olamiz. Katta koptok. Iloji boricha g'adir buturidan sotib olinglar. Ertaga bolanglar 3-4 oylik bo'lganda ham LFK mashqlariga kerak bo'ladi. YouTubedan ko'rasizlar, qanaqa mashqlar qilinishini, tazinglarni aylantirasizlarmi, o'tirib turasizlarmi, silkinasizlarmi futbolda, xudlas o'sha mashqlar. Undan tashqari yana YouTubeda oson to'g'ri mashqlari ham bor. O'zi futbolsiz ana o'sha mashqlarni ham qilasizlar. Lekin disiplinada qilish kerak. Misol uchun bir kunda 3 mahal futbolda 3 martada 3 marta oddiy mashqlar 15 minutdan. Aytaylik, rosa disiplinada bo'lsa effekti zo'r bo'ladi. Keyin pastelda bo'sh bo'ldinglar, pastelda yotishga ko'proq harakat qilasizlar. Mana shu 3 narsani hisobga 3 narsani qilsanglar, tartib bilan rostdan ham sheykani yetiltirib beradi. 100% ishlaydi demayman hammada, chunki sheykaning xususiyati hammada har xil. Lekin hech bo'lmaganda stimulyatsiya olasizlar, gel quydirasizlar, kapelnitsa olasizlar-yu tug'ruq chaqirish uchun. O'shanda asoratsiz sheyka ochiladi. Sheyka tayyor bo'lganligi uchun. Tushundinglarmi? Foydasi